Ushbu jarayonlarni qilgandan so'ng siz 12% daromad solig'idan ozod etilasiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun ko'pchilik so'ragan savol, ya'ni soliq imtiyozini qo'llash uchun nimalar qilish kerakligi haqida gaplashamiz. Birinchidan siz rasmiy investitsiya vositachisi, ya'ni broker bilan shartnoma tuzib, shaxsiy investitsiya hisobvarag'ini ochishingiz kerak. E'tibor bering, aynan shaxsiy investitsiya hisobvarag'i ochilishi kerak. Hozirda savdo qilayotgan brokerlik hisobingiz shaxsiy investitsiya hisobvarag'asiga kirmaydi. Ayni damda ma'lumotlarimga ko'ra, ikkita broker sizga shaxsiy investitsiya hisobvarag'ini ochib berishi mumkin. Ikkinchidan, shaxsiy investitsiya varog'i ochilgandan so'ng siz tashkilot rahbaringizga ariza yozishingiz kerak bo'ladi. Arizaning qisqa mazmuni: siz oylik daromadingizning bir qismini Soliq kodeksining 378-moddasi 23-bandiga ko'ra sizning shaxsiy investitsiya hisobvarag'iga o'tkazishni iltimos qilasiz va kerak bo'lsa, investitsiya vositachisi bilan tuzgan shartnomangizning nusxasini biriktirasiz. Va albatta ushbu miqdor daromad solig'idan ham ozod etilish haqida aytib o'tasiz. Ushbu jarayonlarni qilgandan so'ng siz 12% daromad solig'idan ozod etilasiz. Aytgancha, agar ushbu videoda 150 ta layk va 30 ta kommentariy yig'ilsa, Telegram kanalimga tayyor ariza namunasini tashlab beraman. Bundan da ko'proq moliyaviy yangiliklar haqida xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu akkauntimga obuna bo'ling.